Dostlar, instrumentlarni birinchidan qisqa obzor ko'rsatib o'tamiz. Perforator. Yadbonli molotokmi bu? Perforator. Necha joule beradi bu? Valla 6 joule'dan başladı. Eng arzoni necha so'm? En arzon perforatorlarımız 550 bin so'mdan başladı. 550 mi? Aslında perforator, bunlar ham perforator aytiladi. Bular 350 mingdan başladı. Bu da en kımmati 600-650 bin so'mgacha. Makita чисто yaponskimi yo? Yo'q, bu padelka. Padelka, Kitay. Kitay padelkasi. tushunarli. Originali yo'q makitani. Original endi qimmat bo'lgan. Originali pod zakaz bilan oldirib beramiz. Necha so'm bo'ladi pod zakaz? Pod zakaz bilan 240-250 dollar bo'ladi. Endi bu so'm hisoblaganda 3 million so'm boradi. Lekin original bo'ladi-ku. Ha, original bo'ladi. Hisobing. Lekin buni narxi 550 ming. 550. Gelishib beradi o'ng. Gelishib beriladi ona. Tak, kesindan nima bo'ladi? Zapaska nelar? Kesinda 2 dona pika bo'ladi, 3 xil bur bo'ladi. Garantiya necha kunda bunga? Garantiya zavodskiy defektini 6 oy. 6 oy. Erta misol bir haftadan keyin ishlamay qolsanchi bo'ladi, narsa shu Agar 3 kezga kun bo'lsa. ichida ishlamay qoladigan bo'lsa, almashtirib beramiz. Bir haftaning ichida, 10 kun ichida arian tarafdan bir brak defekt chiqadigan bo'lsa, uni bir tarafdan ustaxonaga o'tib beramiz. Servisimiz bor. Servisimiz bor. Tushunarli. Tak. Endi dostlar, har xilsidan bor ekan. Eng xadovi qaysi yetib turibdi hozir? Spros. Eng hadoy Spros ketib turganlari mesela Polvon ketib turibdi. Tak. Crown'ni firmasi ham ketadi, чисто original Crown. Keyin EPA ketadi, Pit. Endi bu ketishini sababi bor. Masalan, her usta o'zini ishlatgan instrumentini oladi, iloji boricha, evveldan ishlatganini, yanındaki ustasi nav ishlatib turgan bo'lsa, shuni talab etib keladi. Shuning uchun bunday assortimentimiz ko'p. Masalan, shu taymda 60 yildan ziyod perforator turibdi. Shu sababdan ham. Bo'lmasa hammasi bir xil vazifani bajaradi, lekin u kliyentning didindan kelib chiqib assortiment etib qo'yamiz. O'zini vkusini qarab ishlataveradi. Vkusini qarab ishlatish uchun assortiment qo'yamiz. Tushunarli. Tak, shundan keyin bu yerda urinlar. Nechadan boshlanadi bu? Lazerli urinlarimiz 300 ming so'mdan boshlaydi. Eng arzoni. Ava. Emundaydan KSP'larimiz boyinang. Bu Divolt originalmi yo nima? Bular padelka narsa. Ha, padelka. Padelka, lekin komplektatsiyasida hamma narsasi bor. 2 akkumulyator, chemodan, nabor hamma o'zi bor komplektatsiyasida. Necha so'm bu Crown? Bu 550 ming so'm chiqib turibdi hozirgi kunda. Geç biraz. Gashtab beriladi. Oni nasiya kredit olmasa bo'lamsa, yo qurunoq nima? Nasiya, kredit hamma o'zi chiqadi. Bank kredit etib ham. Pasport kerak ekan? Pasport, plastik kartochka kerak. Tak, tushunarli. Shundan keyin buni plisoslar ham bor ekan. Промышленный deymilar buni? Bular промышленный. Yo'q. Строительный deb aytamiz. Nechadan boshlanadi? Stроительныйlarimiz 650 ming so'mdan boshlaydi. 3,5 million so'mgacha. Dostlar. Cherakli bo'yang hisoblanadi. Litri motoridan qarab hisoblanadi. Ya dostlar. Birinchidan boramiz. Bu bizada generator o'shidan. Generator, dvijoklar. Dvijok. Ya 5 shumdang bu. Bu 5 shumli variantimiz var. Benzinda 5 shumli ishlaydi. 220 chiqib beradi. 220 chiqarib beradi, rossiyskiy firmaniki. Nima qo'ysa bo'ladi? Televizor, холодильник. 2 kilovat tokacha ishlatadi. Televizor, холодильник, uyni освещениясini полный ishlatib beradi. Necha kilo chiqadi bu? O yengil ekan. Yengil, udobniy. Neradir dachaga, dam olishlar ham olib ketsa bo'ladi, pikniklar olib ketsa bo'ladi. Ob'yom benzini 10 litr bo'ladi. Расходi 300 gram. Satinami? Bir satini. 300 gram benzin edi. Misol. Zo'r ishlaydi. Mana knopkani bossangiz, yoqdingiz, bo'ldi, ketdi. Start stopda yanadi. Bir donang, Chiqish vixti bir bo'ladi. Banda yomg'ir trank ketadi. Yana o'zi trank taqsangiz bo'ldi, trankka kelib hamma joyingizni taqaverasiz. Kerak bo'lishi ekan bang. Uy uchun dim hozirgi momentda kerak narsa. Pul nomadi biting necha dedingiz? Bu 4 million so'm chiqadi. 4 million. Yashib berasan? Yashib beramiz. Tushunarli. Hozircha bir variant bossang, shunday. 5 shumlikni bir varianti bor, lekin generatorlarimiz dim ko'p asartimiz. Bulanchadan? Bular 3 million 800, 3 million 500, 6,5 million. Ketaveradi. Bu ketaveradi. Kilovati, vatına qarab. Bu mo'yka o'xshaydi bang. Bular karchera. Eng arzoni, eng qimmati? Bizda eng arzoni bularning 650 ming so'm. Eng qimmat mo'ykalarimiz endi ular 12 million so'mgacha. 140 bar davleniya beradorlarimiz, hamyon bop narsa 1 million 300 ming so'm chiqadi. Yashang. Komplekt shalankalari, piyano pistoletlari komplekt ichida bor, hamma o'zi. Hisob. Garantiyasi 6 oy. Bular Kompressor. Eng kattasi necha so'm? Bizda eng katta kompressorlarimiz 9 million so'm. 9.
Eng arzoni bu yerda. Eng arzon kompressiyalarimiz Orient Ha, Orient ekan. Bular 3 milyon, 3,5 milyondan başlaydı, 9 milyona varadi. Hisoblanib do'stlar. Ishchilar ko'p ishlatadi mana. Mana eshik, zina, MDF bilan ishidan ustalar ko'p ishlatadi. Funksiyasına qarab pulimiz o'zgaraveradi. Bularning funksiyasi motori kilovattiga qarab o'zgaradi. Masalan, bulardan 40 santimetrgacha kesishga mo'ljallangan narsa. Bular 35 ga mo'ljallangan. Motor ham kichkina bo'ladi, uni motori katta bo'ladi. Eng arzoni, eng qimmati aytib o'tsak, Buni eng arzoni 900 ming so'm, eng qimmati 3,5 million so'm. 3,5. Bu bir katta ekan, sizda. Bu biri ko'p. Buni yan tarafda turibdi aslanlarlari. Yuqorida sug'orish apparatlar. Sug'orish apparatlarimizdan 650 ming so'mdan boshlaydi. Tak. 1 milyon 800 ming so'mgacha eng qimmat sug'orish. Tushunarli. Tokni o'rnatmaymi, brat? Bular hammasi inverter. Hozirgi sug'orish apparatlarning hammasi inverter. Past tokda ishlaydi. Tok o'ynab beradi. Ajoyib. Kerak besh. Xo'jalikda. O'zim ham qiziqaman-da bunga o'zim. Sug'orish apparatlar o'rtoqlaring. Yelka tashlab ketaverasiz-da bundan? Ha, to'g'ri yelka osib ishlab yuraveradi. Hisob. Ko'ringlar do'stlar, kelaverasiz. Mana kishinekkina nima bor ekan, nima deydi bu? Bular muramor chiqiladi. Ha, muramor. Sholka bular. Muramor, granit, dosh kasish uchun mo'ljallangan narsa. Kafe. Qancha bular apparatlarimiz? Bular 350-400 ming so'mdan boshlaydi. Yaxshi qaradi. Так, shundan keyin bo'landa bizada instrumentlar, benzopila. Vam kerakli bash. Bu rossiyskiy benzopilalarimiz, bu deyilgan narsalar hammasi rossiyskiy firmaning vajlari, number 1 firmaniki. Buni asosiy Xorazmda dillerimiz, number 1 firmani. Viloyatlarda, rayonlarda, tumanlarda do'konlarimiz bor. O'zimiz ta'minlab beramiz. Stenslarni hamma o'zimiz. Sug'orish apparat, ko'p ishlataman shuni bash. Qancha bu? Bular 450 ming so'm. 450. Variantlar bor ekan, 2-3 bor ekan. Tushunarli. Number 1. Ya bundan ikki o'xshaydi bang, avto texnik ishlatiladi. Bu 3D razval, Sol firmani. Ustanovkasi ham komplektning ichiga kirgan bo'ladi. Ustanovchi narxi ham buning narxi 60 million so'm. Shuning ichida ustanovka, toza proshipga urilib, joyini qistirib beradi. Taxlab berasiz. Podключат. Podключ ham monitor, monitor ham mavjud bo'ladi. Tushunarli. Yana nechta qiziqarli ishlar bosda, brat. Endi biz do'konimizda har vaqtdan birga ketib turamizda. Yuz o'ynayapti. Instrumentlar g'ijir-mijir. Qiziqarli narsa ko'p. Ava. Do'konimizda ishlamasa, bir dona vajdan hisoblasangiz, 8500 dona narsa bor. Assortiment. Bir-biriga o'xshagan narsalardan. Buni aytib qo'ymaydi ekan, bir video tushirib, uchi gen yaxshi ekan-da do'koni, to'g'rimi? Tak. U stroykalar, ustalarimiz ham bor, buni oladi. Qancha so'mdan boshlanadi bu? Bular 1 milyon 400 ming so'mdan boshlaydi, 2 milyon 300 ming so'mgacha. Ana do'stlar. Plyush naborning. Plyush naborlarimiz 750-800 ming so'mdan boshlaydi, 3,5 million so'mgacha. Ana do'stlar. Shundan keyin mera cho'davajanye, ruletka deysam, otverka, ular ham bor ekan. Naborlar. Bu ham bor ekan do'stlar. Hisob qanchalar deysam, Shku bu instrumentlar. Instrument deb girgan odam bitadi. Ana. Instrument deb do'konga girsa, shu o'zining ko'nglidagi, talabindagi narsani olib biladi. Engashtirib berasiz. Xudo xolasa. Ya beton netadan o'xshaydi bang. Olmos. Har xil diametr, olmosli disk. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu aslında yog'och uchun mo'ljallangan disklar. Stanovka qo'yiladi. Stanovka qo'yiladi. Yap ko'rgan tarsofkalaringizdan qo'yiladi, uni variantlari bular. Hisob. Stanokni o'zi o'xshaydi bang. Bular stanok. Taxtami yo mramor kesam? Bu yo'q, taxtaga mo'ljallangan. Aslında melki ishlatadigan ustalar uchun chiqqan narsa bu. Krupniy emas. Krupniy emas, lekin mayda detaldan va zotadigan ustalarimiz bor bizani. Svidiniy narsalarni zotadilar, mayda detallardan, yog'och. Kreslami, ustak. Shunday vazlarni zotadigan ustalarimiz chiqqan narsa 3,5 milliondan 6,5 milliongacha bor bu. 220 deyishmi yo 220? Domashning tokda. Bom shu 220. Büktep olib ketaveradi unda mashina. Ketini. Kishiniki bo'lib turadi. Kishiniki bo'lib, chanadan bo'lib, tena balondan bayda o'zi tortib tilashga payda ketaveradi. Hisob mobilniy-da.
Gap boş mümkün emas. Beremen şurpoyurtlar var ekan dostlar. Har xil firmasından. Tamam, şurpörtlarimizdan bor, şurpörtlarimizdan az dalyometda skidga tushib turgan şurpörtlarimizdan baynak. Bu toklu bayım mesela ya onu batarya zaryad. Bu hammasi batarya. Endi skidga tushib turgan şurpörtlarimiz. Çizim şu. Boş. 48 volt demir patron blok funksiyasi bor. 5 shotchli suvdan ishlatib beramiz. Narxi 200 ming so'm. Komplektida 2 batarya, zaryadchi кейsi bor. 200 ming. 200 ming so'm. 200 ming net berasiz. 200 ming Skidga so'm berasiz yani. skidga qo'yibmiz. Ha. 200 ming so'm bahasan. qo'yibmiz ha. Makita divoltlarım shundaymi? Makita divol boş narxi bir xil üstüne. 200. 200 ming so'm. Ha dostlar. Bunu 2 o'yinda yaqqanda saylab olaveradi o'zi için. Yeniçeceğim onu endi. Bala 26. 26 Hammasi 26. Toza partiya. Garantiya berasizmi akkumulyatorga? Buni akkumulyatorina 1 oy, motorina 3 oy garantiya beramiz. Şuradan işi dediniz mi şuradan? Hozir shen suvda qilsam ishlaydi. Hoşçayım. Toshkent ishlaydi, suvda ishlaydi 200 ming so'm. Ha dostlar. Gap boş mümkün emas. Yani dostlar. Lobziklerim var ekan. Taxta bo'yicha. Bu toklu hani batarya Bular desem. hammasi tokli bataryalarimiz ham bor. Bataryalar bor variantlarimiz. Tok yo'q yerda ishlatib biladilar bo'lmasa. Yani dostlar. Ne bolsam ya. Kıska kılıp gözettik. Görün dostlar. Neçe kvadratlı çalışkan bu dükkanınız? 400. Hem bir perç. Instrument he? Instrumentdan tartib. Telefon numarayı aytib bering. Mabada. 91lik 434 44 88. Ura verasizlar. Savollaringiz bolsa ya. Telefon urup Telegramdan taşap beradi. Onlayn aytib ham dastlab ketasizmi? Dastavkamiz o'sha Urganch, Xiva, Xanka, Bog'at, Yangar fark yo'q, dastavka etib beramiz. Ha dostlar. Urganch Gullan yo'lida joylashgan. Amudarya instrument. Shundaymi axir? Tamam. Kelaverasizlar biratlar. Telefon nomeridan hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ne? Like atdan chiqmasin bo'lsa. Пока.